Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bir sizlarga yana bir xonadonimizni zinalarini tanishtirib o'tamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bizatni bir likelar bilan. Bu ishimiz Xorazm Urganch 9 yo'linda. Bitta Xudo xolasa. Uyga egalari ham Xudo xolasa ishimizga baho berasizlar. Bu litsenziyamiz balandligi 3,5 metr. Baho beraverasizlar. Bu yerlarimiz aylana bo'lgan. Bu yerimiz tagi tekis, aylana joyi zinali bo'lgan. Mana bitta druchkaga aylantirib yuborganmiz. Bu yer plashatka bo'lmaganda aylanib bu tomonga chiqadi. Taglari ham bu yerdagi zinani qo'yib berganmiz. O'zini ko'rib baho beraverasizlar. Tagi qismlari bu. Bu yerni aylantirib, bu yerdan chiqish bu tomonga. Bu zinamiz mana. Chiqishiga bitta e'tibor berasizlar. Shishalarimiz o'ta ideal darajada Xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar, kimda shunaqa zinalar bo'lsa, aytgan figurani da qo'yib beramiz Xudo xolasa. Xorazm bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bizning ishimizga baho beraverasizlar. Like'larni bosib, o'sha zina qildiradigan tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Tagi qismi ham mana zigzag bo'lib chiqqan mana. Bu ishimiz Xorazm Urganch 9 etaji yonidan kirgan ko'chaning ichida. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Uyagalari ham mana turibdilar Xudo xolasa. O'zlari ham o'zini professional ustalariga qildirib, o'zi mutaxassisiga qildirib, pulga qo'yib olmay, kelishtirilgan narx-navolarda qilib beramiz o'zimiz. Biz o'zimiz Namangandanmiz. 5 yildan beri Xorazmda ishlaymiz. Nasib qilsa bu yil 6-yilimiz Xudo xolasa Xorazmda ishlashimizda. 3000 dan ortiq mijoz biz uyinda ishlaganmiz. Xudo xolasa ko'rdinglar, bir mehnatga bir like'lar bilan qo'llab-quvvatlaverasizlar. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Assalomu alaykum. Karkazlari
Ko'rib baho beraverasizlar ishimizga, xudo xohlasa. Ko'rib baho beraverasizlar ishimizga, xudo xohlasa. Salafanlarni tashab, cho'tkiylab qo'yib berdi. U zinatdagi bani bo'ladi. Bu yerga bani bo'ladi, bo'y tegmaydigan qilib berganmiz. Qilishadi. Yerlarda tualet bor. Bu ishimiz Xiva yo'li bor. Like qo'llab-quvvatlaverasizlar, xudo xohlasa. Bundan zo'rlarini chiqarib, xudo xohlasa. Bugun beton quyish jarayonini, xudo xohlasa. Mana bu bilan o'ta standart darajada qo'yiladi. Chiqasiz plashatka. Tepaga chiqasiz plashatka. Razmerlarimiz 15,5 ga 7 metr. Joy o'ta ideal darajada tiklangan. Biz boshindagi shu yerdan chiqib, litsenziya chiroyli turib topib berganmiz. Yo'q, menga joy o'g'irlamasin usta, ixcham joyga bo'lsin deganlar. Biz fundamentni quyishdan oldin kelib, litsenziyani o'sha qayerdan bo'ladi, qanaqa bo'ladi, necha santidan bo'ladi, necha joy tashaylar hammasini aytib, mana aytib ketganmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Yaxshimi? Ha, xudoga shukr. Qayerdasiz? Namangan. Ajoyibmiz. Inshaalloh. 90 nomer. Bu yerda zahkash bilan. Zahkashda baliqlarni tutib, zinani ham quyib berdik mana oxiri. Bu glavniy ishi bo'ladi. Bu yerga ham bitta asatni litsenziya idealniy qilib o'ylab topib beraman. Asadashma aloqaga berasizlar shu ekrandagi nomerlarga. Shinani o'ta idealniy darajada qilib tuzatib beramiz, xudo xohlasa.